Diqqat! Ushbu video material faqat ko'ngil ochish uchun mo'ljallangan. Biz kimnidir yoki nimanidir haqorat qilmoqchi emasmiz. PvP sivilizatsiyasida meni hayotim boshlanganda, asosiysi men bu yerda o'lmasligim kerak edi. Xullas, men sizlarga aniqini aytadigan bo'lsam, men bunday bo'lishini o'z zarbalarimni yo'qotganimdan so'ng tushuna boshladim. Xullas, sizlar tushundingiz degan umiddaman. Bu yerdagi hayot juda ham qisqa ekanligini endi tushunib yeta boshladim. Lekin bugun esa men o'z o'limimni kutib yashayotganga o'xshayman. Oxirgi kunlarda menda ikkita yo'l qolganga o'xshayapti. Birinchisi, har bir darajaga o'tganimda meni qo'riqchi kutib olishi. Bu qamoqmi, zindonmi, xullas shunga o'xshagan narsa. Xullas shunday qilib men PvP sivilizatsiyasining qahramoniga aylandim. Xullas bir kishi temir qilich bilan keladi-da, meni o'ldiradi va temir qilichimni olib ketadi. Lekin u bilmaydiki men o'lib yana qaytib tirilishimni. Xullas men har bir o'lganimda insonlarning yashashi uchun yordam beraman. Bu dunyoda meni qo'limdan keladigan yagona ish mana shu. Xullas boya aytganimdek menda ikkita yo'l bor. Qolgan kunlarda esa men suvga sakrashim bilan meni qo'riqchi olib ketadi. To'g'rirog'ini aytganda bu qo'riqchi mening do'stim. Xo'sh, ishlar qanday ketyapti? Unchalik ham yomon emas. Yo'q, bilaman bu yerda yashash qiyin. Lekin bu yerda oddiy o'yinchi ham jang qilib biladi. Obbo, meni o'ldirgan hattoki inson ham emas edi. U qandaydir bir transformermi, Terminatorga o'xshar edi. Yaxshi, sen uni mag'lub qilishga harakat qilishing kerak. Hozir sen xonaga emasligingni qancha ko'p inson bilsa, ular sen bilan ekanligimni bilib qolsa, ular meni seni qo'lingda ishlaydi deb o'ylashadi. Bilaman, men qo'limdan kelgan hamma ishni qilaman, lekin menga ozgina vaqt kerak. Sen bilasan, bu ishlaring bilan Nayzangulni ham hayotini xavf ostiga qo'yapsan. Xullas tezroq bir yo'lni top. Qani ortimdan. Shunday qilib keyingi tekshiruv boshlandi. Qo'riqchi bu yerga hech kim yo'qligini menga aytganidan so'ng men qizil darvozalar tomon boraman. Keyin esa tillolik qilich beradigan darajaga tushaman. Endi men bilaman chuqurlikka sakragandan so'ng qanday qilib tirik qolishni va 4-darajaga qanday qilib yashashni ham bildim. Men endi tushunib yetyapman 5-darajaga tushish juda ham qiyin bo'lishini. Men birinchi bu yerga sakragan vaqtim suvga tushaman. Keyin esa men belgilangan blokning ustiga sakrayman o'lib qolmaslik uchun. Hech kimni aldashni xohlamayman. Boshiga sakraganimda to'g'rirog'i bilmaganim uchun o'lib qolardim. Endi bu gaplar muhim emas. O'zi shundoq ham anchagina o'lib tirildim. Xullas shunday qilib kunlar o'tdi. Mana men tillolik qilich oladigan darajaga ham yetib keldim. Men stoykaga bir marta zarba berganimdan so'ng o'z raqibimni chaqirdim. U tillolik qilich bilan keldi. To'g'risini aytsam men bilmayman u haqiqiy o'yinchimi yoki yo'qmi. Men bir narsani bilaman. Men tezroq uni mag'lub qilishim kerak. Lekin men u bilan jang qilayotganimda bir marta ham zarba bera olganim yo'q. Urgan zarbalarimni birontasi ham tegmadi va yana men shu yerdaman. Menga bu yerda bir marta imkon berilyapti tillolik qilish darajasiga o'tish uchun. Men mag'lub bo'lyapman va meni yomon qo'riqchilar bu yerdan olib ketyapti. Men hattoki o'zimni qasrimni ham ko'ra olmayapman. Men u qasr uchun 100 ta zarba to'lagan edim-ya. Men o'z baseynimga cho'milish uchun ham ruxsat berishmadi. Bu la'nati qo'riqchilar meni hayotimni yaxshilash uchun ham yordam berishmayapti. Xuddiki ularning nazarida oldingi hayotim yaxshi bo'lganday. Ular meni inson qiyofasida emas, buyumday ko'rishyapti. Men bilan yagona yaxshi muomalada bo'ladigan bu mening qo'riqchim. Men o'ylashim bo'yicha sen shunchaki taslim bo'lishing kerak. Qo'lingdan hech nima kelmayapti. Men seni ja yaxshisan demagan edim, lekin oldingi qo'riqchilardan yaxshisan. Balkim u to'g'ri gapirgandir. Agar men hozir taslim bo'lsam, bu men uchun sharmandalik bo'ladi. Axir men PvP sivilizatsiyasida eng qudratli-kuman. Ularning aytishi bo'yicha men bu yerdan insonlarni olib chiqishim kerak ekan. Lekin meni qo'limdan hech nima kelmadi. Esingizdami? Ular aytgan edi, mening hayotim cheksiz deb. Ha, ular to'g'ri aytishgan edi. Ular biladi men ularga javob qaytarmasligimni. Shuning uchun meni o'limim ularga yoqadi. Faqatgina meni xursand qiladigan bir narsa bor. Men har kuni bir joyda qayta paydo bo'lyapman. Bu degani Nayzangulga hali hech kim ozor yetkaza olmaydi. Mana shuning uchun men bu yerga tiqilib qolganman. Lekin shuningdek men uni ham xafa qilyapman, chunki men boshqa darajaga o'ta olmayapman. Temir qilichi bor o'yinchilarning hech qaysi biri tillolik darajadan o'ta olmagan. Agar men keyingi darajaga o'tib olsam, Nayzangulni ham o'zim bilan olib ketaman. Xullas men bor kuchim bilan harakat qilishim kerak. Hozir men mana bu la'natini oldiga borishim bilan u meni yana uxlatib qo'yadi. O'yinchi menga zarba bera boshladi va men birdaniga bilmasdan unga zarba bera oldim. Qo'yil, bo'lish mumkin emas. Men unga zarba bera oldim. Axir bu olamshumul yangilik. Hozir men bu yerda o'lib qolaman deb o'ylagandim, lekin bu yerda olamshumul yangilik bo'ldi. O'yinchi jangni davom ettirmasdan menga hech nima demasdan havoga yo'q bo'ldi. Неожиданно bo'ldi-ku. Lekin hali xursand bo'lishga vaqtli edi. Meni boshqa xonaga olib boradigan darvozalarning biri ochildi. Va nihoyat anchagina vaqt o'tgandan so'ng menga keyingi xonaga kirishga yo'l ochildi. Xullas men boshqa xonaga kirganimdan so'ng men bu yerda bitta stoyka emas, bir necha stoykalarni ko'rdim. Ular esa bir-biriga qarama-qarshi turgan edi. Mana bu oyoq tagiga tashalgan qizil yo'lakcha esa asalgina g'alati edi. Bu yer boshqa xonalardan ko'ra farq qilar ekan.
Menimcha bu yerga ham narigi xonalarga o'xshagan stoykalarga zarba berish kerak. Xullas zarba berdim va o'lib qoldim. Obbo, men hech qachon stoykaga zarba berib o'lib qolmagan edim. Qilichni sindirmaslik kerak, xullas sizlar meni tushundingiz. Yana hammasini boshidan boshlash kerak. Lekin men bir narsaga hayron qoldim. Narigi o'yinchini o'ldirganimdan so'ng hech nima to'xtamagan ekan. Birinchi darvoza ochildi, men birinchi darajadan o'tib oldim va ikkinchi darajada esa challenge davom etyapti. Men o'yin boshlanmasidan oldin stoykaga bir marta zarba berdim. Hozircha hech nima bo'lmadi deb o'zimni aldagan ekanman. Xullas hammasi jonimga tegib video tasvir yozishga qaror qildim. Ular har meni uchratganda og'zimni yopishga harakat qilishdi. Lekin ular bilishmaydi-ku, menda video kamera bor. Xullas hozir men sizlarga tushunganimni gapirib beraman. Xullas bu yerdagi o'yin qandaydir bir vaqt asosida ishlaydi. Men mana bu stoykalarga birin-ketin tezlik bilan zarba berib chiqishim kerak. Agar ulgurmay qolsam, xullas bildingiz nima bo'lishini. Men xullas u darajaga 59-martami, 69-martami boryapman. Xullas bu uncha ham muhim emas, lekin bu safar men aniq uddalayman. Hozircha kamera stop. Xullas video jurnalini ko'rdingiz, o'lim juda ham ko'p bo'lgan. Xullas men bu challengedan o'tishim kerak. Qana boshladik. Xullas men har bir stoykani juda ham tezlik bilan urib chiqa boshladim. Oldingi safar kelib zarba berganimda har biriga ham ulgurmagan edim. Lekin hozir men uddaladim. Men hozir bu yerda yana o'laman deb o'ylagandim, lekin oldimdagi darvoza ochildi. Yelkamdan og'ir yuk ag'darilganga o'xshadi. Men butun PvP sivilizatsiyada endi yengillikni his qila boshladim. Xullas shunday qilib tillolik qilish sivilizatsiyasining 3-xonasiga kira boshladim. Bu yerga sekinlik bilan nazar sola boshladim. Oldingi xonalardan farq qilmas edi. Xonaning o'rtasida yana bir stoykani uchratdim va men bu yerni sekinlik bilan tushuna boshladim. Men hozir stoykaga zarba beraman va o'yinchi chiqib meni o'ldiradi. Men stoykaga zarba berdim va kimdir kelishini kutdim. Lekin narigi o'yinchining o'rniga boshqasi keldi. Men yana o'sha o'yinchi keladim desam, yo'q, boshqasi keldi. Xudoga shukr, boshqasi ekan. Agar bu undan ham kuchli bo'lsa-chi? Sen menga zarba bermasangdan oldin bir necha savollar bersam maylimi? Men sen bilan jang qilmoqchi emasman. Yo'q, rostdanmi? Ha, men shunchaki seni olmoslik qilich olib bilasanmi yoki yo'qmi shuni ko'rmoqchiman. Sen olmoslik qilich olishing bilan juda ham ko'p sinovlardan va darajalardan o'tishing kerak. Nima? Olmoslik qilich deysanmi? Men qanday bilaman bunga tayyorman yoki yo'qmi? Sen bundan oldin qanday tayyorlangansan, shunga nazar solishing kerak. Seni bu yerdagi vaqting allaqachon tekshirib bo'lingan. Meni vaqtim? Agar bu yerda kech zarba bersang, raqibingni mag'lub qila olmaysan. Agar o'z vaqtida zarba bera olmasang, seni mag'lub qilishadi. Sen berayotgan zarbani tushunib, uni ritmiga tushishing kerak. Qani menga o'z qobiliyatingni ko'rsat. Men o'yinchini oldiga borib, unga 3 marta zarba berdim. Xo'sh, zarbalarim ta'sir qildimi? To'g'risini aytsam, sen juda ham kech zarba beryapsan. Farmon to'g'ri aytgan ekan. Sen borgan sari qudratli bo'lib boryapsan. Farmon deysanmi? Farmon deganing kim bo'ldi? Sen mana shu farmonning qo'liga juda ham ko'p marotaba o'lgansan. Uning ismi Farmon edimi? Xo'sh, uni qanday mag'lub qilishim mumkin? Xullas, men bilan tanishgan qizning ismi Jumagul edi. Mana endi sen o'z qobiliyatlaringni ko'rsatadigan vaqt keldi. Bu yerda sen juda ham tez va chaqqon bo'lishing kerak. Men bir narsaga tushunmayman. Sizlar o'zi insonmisizlar? Kimsizlar? Sizlar o'lsangiz nega sizlarning qilichingiz pastga tushmaydi? Sen bu narsalarni tushunib yetganingdan so'ng bilib olasan. Shunday qilib Jumagul yo'q bo'ldi va bir necha soniyalardan so'ng keyingi darvoza ochildi. Men o'ylaymanki, bu yerda bulardan boshqa yana insonlar bor deb o'ylayman. Bu insonlar Farmonga o'xshagan emas, Jumagulga o'xshagan bo'lsa ham mayli. Mana men tillolik qilish darajasining keyingi xonasiga ham kirib oldim. Jumagul aytganidek, menga bu yerda tezlik kerak ekan. Bu yerda bo'lib o'tayotgan sinovlar sivilizatsiyaning 5-darajasiga borib olish uchun yo'llanma shekilli. Men olmoslik qilish olishim uchun albatta unga tayyor bo'lishim kerak. Axir bu yerdan sakrash men uchun oson-ku. Mayli, buni hech kim ko'rmadimi? Hech kim ko'rmadi deb o'ylayman. Jin ursin. Men parkur bo'yicha uncha ham yaxshi emas ekanman. Shu voqealardan so'ng men u yerda juda ham ko'p urinib ko'rdim. Bu yerda necha marta o'lib tirilganimni hisobiga ham adashib ketdim. Jin ursam bu yer juda ham baland ekan. Xullas, oldingi xonaga o'xshab bu yerga ham barcha stoykalarga zarba berib o'tishim kerak. Xullas, bu yerga juda ham ko'p vaqtim ketdi. Bu yerdagi tunnellar va parkurlar, bu yerdagi sinovlar men uchun juda ham qiyin ekan. Jin ursin, shu yerga tushish uchun men shuncha yo'lni bosib o'tgan ekanman. Men o'zimni xursand qilish uchun nimadir sotib olishga ham imkon yo'q ekan. Menimcha mana endi men bu sinovlarga tayyorman deb o'ylayman. Men xato qilishga haqqim yo'q. Xullas, men o'zimga aytdim. Olmoslik qilich olish uchun unga harakat qilish kerak. Meni qo'limda yog'ochlik qilich bor vaqtda hech o'ylab ko'rmagan ekanman bunday sinovlardan o'taman deb. Yana havoga sakrab stoykalarni urish. Mana bu yerlarda parkur qilish. Agar bu narsalarni bilganimda men o'zimga ham ishonmagan bo'lardim. Men birinchi kundan bu yerda umrimni yarmini yo'qotdim. Lekin men hali ham shu yerdaman. Lekin hozirda meni PvPda anchagina tajribam bor. Va nihoyat men oxirgi zarbani berganimdan so'ng suvga sakradim va keyingi darajaga o'tib oldim. Mana bu oldimdagi darvoza esa keyingi darajaga o'tib olishim uchun ochildi. Men yana xonaning o'rtasida stoykani ko'rganimdan so'ng
Meni bu yerda nima kutayotganini anglay boshladim. Iltimos, men hech kim bilan jang qilishni xohlamayman, shunchaki gaplashishni xohlayman. Men bir marta stoykaga zarba berib raqibimni chaqirdim. Bu Farmon ham Jumagulam emas edi. Xullas bu yangi o'yinchi edi. Men u bilan jang qilishim 50 ga 50 edi. Yo jang qilaman, yo gaplashaman. Ey, va nihoyat biz sen bilan uchrashdik. Men bu yerda faqatgina seni juda ham ko'p marotaba o'lganingni ko'rgan edim. Menimcha sen bu yerdagi vaqtni tushuna boshlabsan va tezliging ham oshibdi. Sen shunday davom etaversang, biring 2 bo'ladi bola. Yaxshi, hozircha biz jang qilmasdan gaplashyapmiz. Men senga bir savol bersam maylimi? Sen qanday qilib meni o'lishimni ko'rding? Axir men seni bu yerda birinchi marta ko'rib turgan bo'lsam, menimcha sen meni oldin ko'rgansan. Chunki men seni video tasviringni ko'rganman. Men senga bu haqida keyinroq gapirib beraman. Nima balo, meni video tasvirimni butun dunyo ko'rganmi? Xullas yo'lda davom etaver, taslim bo'lma. Keyingi sinov esa seni reflekslaringni tekshiradi. Bizning olmoslik qilichimiz bor, shuning uchun tez harakat qilamiz. Tushunmadim, senda olmoslik qilich bormi? Ha, bizning to'rtomizda ham olmoslik qilich bor. Agar g'olib bo'lsang, sen 5-chimiz bo'lasan. Bu o'yinchining ismi To'xta ekan. Men bu yerda ko'rgan o'yinchilarning PvP sivilizatsiyasida barchasida olmoslik qilich bor ekan. Menimcha meni video tasvirimni barchasi ko'rganga o'xshaydi. Men nima deyishni ham bilmayman, lekin men qudratli bo'lib boryapman. Bu yerda men eshitgan gaplardan eng shirin gap shu bo'lsa kerak. To'xta aytgan gap men uchun bu motivatsiya bo'ldi. Xullas men nariga xonaga kirganimdan so'ng invertorimda nimadir paydo bo'ldi. Bu qanday sinov bo'lishidan qat'iy nazar menga bir chelak suv bo'lish kerak ekan. Xullas bu yerda nima bo'lishidan qat'iy nazar To'xta aytganidek bu yerda meni reaksiyamni tekshirib ko'rishar ekan. Men havoga sakrab ikkita stoykaga zarba berganimdan so'ng qo'limda turgan chelakdagi suv bilan o'zimni qutqarishim kerak ekan. Aslida men bu sinovlardan o'tib o'lganman. Shunchaki men sizlarga buni video tasvir orqali gapirib beryapman. Bu yerda birinchi sakraganimda yo'q o'lib qoldim. Yo, bu juda ham qiziq. Nega men birinchi martaga o'lib qolishim kerak? Men bu yerga har kelganimda video tasvir olyapman. Bu juda ham g'alati. To'g'ri, bu kontent uchun qiziq-ku, lekin men o'zimni ham Nayzangulni ham bu yerdan qutqarishim kerak va qolganlarni ham. Xullas, video tasvir kamroq olib, ko'proq dunyoni qutqarish bilan shug'ullanaman. Chelakdagi suv bilan sakrash men uchun oson edi. Balki men borgan sari kuchli bo'lib borayotgandirman. Yoki bo'lmasam bunday voqealar meni boshimdan o'tgani uchun men buni uddalayapman. Xullas hammasidan bir shingil. Xullas tillolik qilishning 3-darajasidan ham eson-omon o'tib oldim va oldimda turgan qizil darvozalar ochildi. Bu yerda PvP sivilizatsiyasidagi oxirgi olmoslik qilichi bor o'yinchi bilan gaplashaman. Men xonaga kirishim bilan invertorimda turgan bir chelak suv g'oyib bo'ldi. Xullas ikkita olmoslik qilichi bor o'yinchi men bilan yaxshi gaplashdi, bittasi uncha ham yaxshi gaplashmadi. Men o'ylaymanki oxirgisi ham yaxshi bo'ladi. Men o'ylashim bo'yicha olmoslik qilichi bor o'yinchilar men bilan yaxshi munosabatda bo'lishyapti. Ular meni qudratli bo'lishimni xohlashyapti, lekin tushunmadim nima uchun. Sen bu yerga kelishing uchun juda ham ko'p yo'l bosib o'tding. Yana bitta sinovdan keyin sen olmoslik qilich olasan bizga o'xshab. Bu o'yinchi menga o'zini Maray Mamat deb tanishtirdi. Bu o'yinchi ham yaxshi ekan, men bilan jang qilmadi, men bilan yaxshi munosabatda bo'ldi. Men senga bir necha savollar bermoqchiman. Sizlar aytyapsizlarki, bizga tillolik qilich emas, olmoslik qilich bor deyapsizlar. Yana qayerdandir paydo bo'lib, qayergadir yo'qolib qolyapsizlar. Sen vaqt o'tishi bilan hammasini tushunib yetasan. Sen bu narsalarni o'ylamasdan yo'lingda davom etishing kerak. Keyingi xonada PvP qasr bo'lsin-da, men bir dam olmasam bo'lmaydi. Keyin men Maray Mamat qo'lida nimadir ushlab o'tirganini ko'rdim. Uning qo'lida olov bor edi. Bunday narsa menda ham bor edi. Seni bu yerda darajang oshib bir barakayga ikkita predmetni ishlata olsangina sen jangda g'olib bo'lasan. Sen bu narsalarni tushunib yetganingdan so'ng hech qachon jangda mag'lub bo'lmaysan va bu xislatlar sen uchun albatta asqotadi. Mayli, aldashni xohlamayman, lekin eshitilishi ajoyib ekan. Sizlarni berayotgan maslahatingiz ajoyib, lekin sizlarni kim ekanligingizni bilmayman. Chunki bu sivilizatsiyasidagi barcha insonlar meni xislatimdan foydalanishyapti. Men qayerdan bilsam bo'ladi, sizlar yaxshimi yoki yomonmisizlar? Nima uchun men sizlarga ishonishim kerak? Sen bizga ishonishga majbur emassan. Sen faqatgina o'zingga ishonishing kerak xolos. Sen nimani o'ylayapsan, shu ishni qilgin. Shundan keyin Maray Mamat g'oyib bo'ldi. Men faqatgina o'zimga ishonib va o'zim bilgan ishni qilishim kerak. Lekin muammo shundaki, men nima ish qilsam doim chappasini qilaman. To'g'risini aytsam, menda qanday rejalar bor. Bu yerdagi PvP sivilizatsiyasining yarmi menga qarshi. Agar olmoslik qilichi borlar ham menga qarshi bo'lsa, bu yerda hech nima o'zgarmaydi. Mana men oxirgi 4-sinovga keldim va meni qo'limda olov yoqadigan moslama bor edi. Oxirgi sinovdan o'tsam, men olmoslik qilich ola olaman. Mana shu sinovdan o'tsamgina men PvP sivilizatsiyasida 5-darajada nima borligini bila olaman. Men ozgina hayajonlanyapman, chunki 5-darajada meni nima kutayotganini bilmayman. Lekin men albatta o'z savollarimga javob olaman. Chunki bu savollarga javob olish menga muhim ishlardan biri. Xullas, men video tasvir olish uchun kameram oldiga keldim. Sizlar aytishingiz mumkin, bu sinovdan o'tish uchun men yana necha marotaba o'lib tirildim. Lekin eshitishga tayyor turing. Men bir marta ham o'lmadim. Men bu yerdan birinchi urinishda yo'q o'tib oldim. Agar sizlar mendan so'rasangiz, men buni a'lo darajada bajardim. Men bu sinovdan o'tganimdan so'ng darvozalar ochildi va keyingi xonaga kirib oldim. Axir men o'yinni boshida mana shu xonadan kirib kelgan edim, lekin bu yerning darvozalari ochiq edi. Men bu xonaning darvozalarini ochish uchun barcha sinovlardan o'tgan edim.
Mana endi olmosli qilich olish vaqti keldi. Meni esa hech kim to'xtatib qola olmaydi. Sizlar aytishingiz mumkin, nega men bu gaplarni video tasvir orqali gapiryapman va nega men 5-darajaga o'tib olmadim? Chunki meni bu yerda to'xtatib turgan yagona narsa bor edi. Bu yerdagi muammo shundaki, Nayzangul hali ham asrda edi. Men endi tushunib yeta boshladim. Temirlik qilichi borlar nega mendan bunchalik foydalanayotganini. Xullas men bu yerdagi barcha darvozalarni ochdim. Mana endi Nayzangulni qutqarib o'zim bilan olib ketish vaqti keldi. Men o'ylaymanki, bu yerga kelganimcha darvozalar ochiq turadi. Agar yopiq bo'lsa, agar ahvol chatoq. Xullas, agar men bu yerdagi ishlarni hammasini uddalasam, men bu yerga tushib qolgan aylana eshiklarni barchasini sindirib olaman. Balki men bir necha marotaba o'lishimga to'g'ri kelar, lekin men buni uddalayman. Xullas, meni rejam mana shunday. Men buni uddalayman deb o'ylayman. Men 5-darajaga o'tib olganimdan so'ng video kamera bor deb umid qilaman. Xullas, o'yin boshlandi. Buning uchun bir necha marotaba PvP battlelarda jang qilish kerak bo'lsa ham. Kechdan oldin men o'zimga bir necha narsalar sotib olaman. Mana shunday. Men o'zimga yashil himoya vositasi sotib oldim va olov yoqish uchun mana bu narsani. Chunki men uni qanday qilib ishlatishni bilaman. Hozircha menga shular ham yetadi. Xullas, men pastga tushganimdan so'ng menga qancha zarba kerakligini bilmayman. Axir men PvP sivilizatsiyasidagi eng qudratli kishilardan bo'lishim kerak. Birinchi navbat Nayzangul qayerda ekanligini bilib olishim kerak. Ey, xizmat vaqti uxlab o'tiribsanmi? Tur o'rningdan, Nayzangulni qutqarishimiz kerak. Bizda faqatgina bitta imkon bor. O, qo'yil, himoya vositasi kiyib olibsanmi? Demak, sen tayyorsan. Biz kutgan kun ham keldimi? Ha, biz kutgan kun keldi. Men har bir sinovlardan o'tdim. Agar Nayzangulni o'zim bilan olib ketsam, u xavfsiz joyda bo'ladi va bizning qo'limizda olmosli qilich bo'ladi. Biz tezlashimiz kerak, chunki ular o'ylayaptiki, men hali ham qamoqda o'tiribman. Agar ular bilib qolsa, hammasi rasvo bo'ladi. Sen menga, "Ey, nega ammamni buzog'iga o'xshab yuribsan? Tezroq yurishimiz kerak", deyapman. Axir sen menga o'zing aytding-ku, har doimgi kun boshlandi, oddiy kun boshlandi deb. Yo, shoshma, o'zi bu o'sha kun, lekin bu oddiy kun emas. O'zi men senga nima uchun haq to'layapman? Xullas, men do'stim bilan PvP qo'riqchilar o'tadigan xonadan o'tdim. Xullas, biz Nayzangul asirga olingan xonaga keldik. Meni asirga olgan xonaning yonginasida ekan xonasi. Xullas, Nayzangul mana shu yerdami? Ha, u mana shu yerda, agar tirik bo'lsa. Ha, men ham shunday deb o'ylayman. Xo'sh, qana bilmasam eshikni ochamiz. Agar Nayzangul shu yerda bo'lmasa, rejamiz chippakka chiqadi. Lekin xayriyatki, Nayzangul shu xonada ekan. Qo'yli, Nayzangul, sen hali ham tirik ekansan. Xullas, bu yerdan tezroq ketishimiz kerak. Men o'ylashim bo'yicha bu bema'ni rejani sen tuzgansan. Ha, men tuzdim, lekin senda boshqa imkon ham yo'q. Qana bo'la qol, chiqib ketishimiz kerak. Hammasi yaxshilikka bo'lsin-da. Biz qizil darvozalardan o'tishimiz kerak. Agar biz uddalasak, Ebo, bizda kichkinagina muammo bor. men to'xtab orqamga qarasam, o'ylada temir qilich ushlab turgan bir o'yinchi bor edi. Agar sen mendan nima qilishni so'rasang, men bu yerdan tezroq qochishni aytardim. Ha, albatta, men ham shu fikrdaman. Qo'riqchi do'stim, biz qochishimiz uchun u eshikni ushlab turdi. Lekin u uzoq ushlab tura olmaydi. Tezroq tillolik qilish darajasiga o'tishimiz kerak. Bu seni keyingi rejangmi? Bu darajaga o'tib olishing uchun sen necha marotaba o'lding? 300-400 marotaba, balkim undan ko'pdir. Chunki sen oldimga yo'q eding. Quloq sol, Evbo, endi men nima qilaman? Shahzoda Shakar meni yuzimni ko'rib qoldi-ku. Men qayerga berkinaman? Shahzoda Shakar yangi ism-ku. Ha, sen ham qochishing kerak-a? Xullas, yaxshisi sen borib meni qasrimga berkingin. Meni qasrimning eshigi ochiq. Men bu yerdan chiqib olay, seni qutqarish uchun yana qaytib kelaman. Seni qasring bormi? Meni olib ketish uchun qaytib kelmasang ham mayli. Jin ursin, u endi meni basenimga cho'miladi. Xullas, men Nayzangul bilan qizil darvozalar oldiga bordik. Biz tezroq tillolik qilish olishimiz kerak. Men o'z hayotimni xavfga qo'yapman. Agar pastga tushish uchun yo'l bo'lmasa-chi? Menga ishonishing kerak, chunki men qanday qilib pastga tushish yo'lini bilaman. Agar men yo'lini topmaganimda edi, men seni qutqarmagan bo'lardim. Mayli, men senga ishonaman. Keyingi darajada ko'rishguncha. Nayzangul ketishi bilan eshiklar yopildi. Mana endi men ham stoykaga zarba berib u tomonga o'tib olishim kerak. Men eshikni ochaman deganda menga hujum qilishni boshlashdi. Bular men u tomonga o'tishimga qo'yishmaydi. Men mana shu jang uchun tayyorlangan edim. Endi ortga qaytishga yo'l yo'q. Xullas, men sal orqaroq borganimdan so'ng unga hujum qilishni boshladim. Yaxshi ham menda himoya vositasi bor edi. Shahzoda Shakar menga 3 ta zarba bergandan so'ng men qocha boshladim, chunki menda boshqa yo'l yo'q edi. Xullas, menda bitta reja bor edi. Agar u ish bersa, juda ham yaxshi bo'lardi. Xullas, men chap qo'limdagi moslama bilan olov yoqib, o'ng qo'limdagi qilich bilan ura boshladim. Shahzoda Shakarni joni ketishi bilan u mendan qocha boshladi. Mana shunda men o'zimni qudratli his qila boshladim. Ha, yomonmas. Senga pastdagi omadsizlar jang qilishni o'rgatibdi-da. Tushunmadim, omadsizlar? Sen ularni qayerdan taniysan? Men shu savolni berganimdan so'ng u menga yana hujum qila boshladi. Men uni oyog'im tagiga yana olov yoqdim va unga qarata zarba bera boshladim. Biz bir-birimizga bir xil zarba berib, lekin menda ko'proq jon keta boshladi. Men hozir o'laman deb o'ylagandim, lekin kutilmagan burilish bo'ldi. Men 1,5 ta yurak bilan uni mag'lub qildim. Agar yana bir marta zarba bersa edi, men mag'lub bo'lardim. To'g'ri, men bu yerga qaytib kelardim, lekin temir qilichi borliklar meni 4-darajaga o'tib olishim uchun yo'l qo'ymas edi. Lekin Xudoga shukr, hammasi yaxshi tugadi, a'lo darajada. Endi bu yerdan tezroq qochishim kerak, menga kimdir hujum qilmasdan oldin. Evvo, bu yerda nimalar bo'lyapti? Mana endi aniq o'ldim deb o'ylagandim, lekin bu pirmat ekan. Men hozir Nayzangulni ozod qildim va tezroq men uni ortidan borishim kerak. Agar xohlasang, sen biz bilan borishing mumkin. Bu yerda umringning oxirigacha qolishing shart emas. Men bunday qila olmayman.
Agar men o'lsam senga o'xshab qaytib tura olmayman. Bu men uchun juda ham xavfli. Mayli, o'zing bilasan, bu sening qaroring. Agar keyingi darajaga o'tmoqchi bo'lsang, chuqurga sakraganingda o'ng tomondagi blokning ustiga sakraysan. Mana shundagina tirik qolasan. Mayli, men ketishim kerak. Yana sen bilan uchrashamiz deb o'ylayman. Men bilan yaxshi ham suhbat bo'lganing uchun senga rahmat deyman. Menga hozir butun dunyo qarshi, lekin orasida bir ikkita yaxshi odamlar ham borligi bu meni xursand qiladi. Bu yaxshi insonlarning biri Nayzangul, Pirmat va Qo'riqchi. Men ularni o'z do'stim deb bemalol ayta olaman. Evbo, sen vaqt o'tishi bilan meni tushunasan deb o'ylayman. To'g'ri, sen menga ishonmasliging mumkin, lekin meni quloq solishing kerak. Men sen o'ylagan odam emasman. Bu yerdagi hech qaysi inson sen o'ylaganlardan emas. Men shunchaki o'z tariximni aytib bermoqchiman. Xo'sh, mana endi yo'lni davom etsak ham bo'laveradi. Bu yerda hech kim bizni ortimizdan kelmaydi. Endi hech kim bilan jang qilmaymiz. Seni ahvoling yaxshimi? Nega buncha qolib ketding? Ha, hammasi yaxshi. Shunchaki la'nati Shahzoda Shakar menga hujum qildi. U hali men bilan jang qilishga tayyor emas ekan. Ha, tayyor emas ekan. Lekin sen meni qanday jang qilganimni ko'rganingda edi. Shunda men bilan faxrlangan bo'larding. Hozir menga ozgina ozuqa kerak. Nayzangul menga tillolik sabzi berdi. Mana endi 4-darajaga tushishga tayyormiz. Esingda tursin, o'ng tomondagi blokning ustiga sakraysan. Menga ishonaver, blokning ustiga sakrasang hech qanday joning ketmaydi. Agar xato qilsang, Shahzoda Shakarday o'lib qolasan. Xullas sakraymizmi? Bu la'nati Shahzoda Shakar meni tushimga kirib chiqmasa bo'ldi. Ha, mayli. Bu jangni oxiriga yetkazishim kerak. Mana endi birozgina kutsam bo'ldi. Buni Evbo bilmaydi-da, bu uning oxirgi jangi bo'ladi. Ajjin ursin, ehtiyot bo'lib tush kerak. Sal qolishga sal qoldi-ya. Ha, sen mana shu blok haqida gapirgan ekansan-da. Ha, aynan mana shu blok haqida gapirgandim. Men o'zi bilmayman bu qanday ishlashini. Biz Nayzangul bilan tillo qilich beradigan darajaga kirib oldik. Men bu yerda ochib ketgan darvozalar xayriyatki hali ham ochiq ekan. Xo'sh, bu darajada nima bo'lgan edi? Bu yerda nima qilishimiz kerak edi? Haligi bu yerda ko'p narsa qilish mumkin edi. Bu PvPdagi ancha buyumlar menga yordam berdi. To'g'rirog'i bu yerdagi birinchi jangchi bilan uncha ham jang qila olmadim. Lekin xursand bo'lishing mumkin, men barcha darvozalarni ochdim. Xo'sh, sen maqtagan o'yinchining ismi nima edi? Uning ismi Farmon edi. Unda olmosli qilich bor. To'g'ri, aldashni xohlamayman, lekin bu yerni darvozalarni ochish menga qiyin bo'ldi. Men umid qilamanki, olmosli qilichni biz ham olib bilamiz. Va nihoyat biz olmosli qilich beradigan koridorga ham kirib oldik. Bu yerdagi qilich PvP sivilizatsiyasidagi eng qudratli qilich. Temir qilich bilan mening zarbalarim 250 tadan iborat edi. Mana bu tillolik qilichda esa 250 ta zarba bor deb o'ylamayman. Va nihoyat menda ham olmosli qilich bor. Men bu olmosli qilichni olish uchun qancha janglarni va qiyinchilikni boshimdan kechirdim. Bugundan boshlab mening hayotimda 250 ta zarbadan ham ko'p zarbalar bo'ladi deb o'ylayman. Bizning keyingi qiladigan ishimiz 5-darajaga o'tib olishimiz kerak. Meni bir narsa qiziqtiryapti. Balkim u yerda o'zimizga yoqqan narsani sotib olarmiz. Lekin bu yerda birinchi kundan o'z zarbalarimni yo'qotishni xohlamayman. To'g'ri, men PvP sivilizatsiyasida eng qudratli bo'ldim. Lekin narsa sotib oladigan kasalim hali ham ketmadi. Xo'sh, tayyormisan? Agar u yerda ham suv bo'lmasa-chi? Tillolik qilish darajasida ham suv yo'q edi-ku. Ha, bo'lishi mumkin, lekin biz sakramasak qanday bilamiz pastda nima borligini? Agar hozir sakraganimda bu yerda suv bo'lmasa, men boshqa qaytib kela olmayman. Sen ham bu yerda butun umrga qolib ketasan. Bu yerda kutishning foydasi yo'q. Qana bo'la qol, sakramasak bo'lmaydi. Agar u yerda suv bo'lmasa, bilgingi men seni yaxshi ko'raman. Men to'g'ridan-to'g'ri pastga sakradim 5-darajaga tushish uchun. Va ne ko'z bilan ko'rayki, oyog'im tagida suv bor ekan. Men tirik qoldim va Nayzangulni ham tirik qolganidan xursand bo'ldim. Xo'sh, nima deb o'tiruvdim? Ha, mana o'sha PvP sivilizatsiyasining eng tubi. Men bu yerning atrofiga nazar solib qarasam, bu yerning devorlari olmosdan qoplangan ekan. Bu yerdagi barcha binolar yerdan yuqorigacha ko'tarilgan ekan. Bu yerdagi sharsharalarni tepadan pastga qarab oqayotganini ko'rdim. Lekin bu oqayotgan suvlar qayerga ketayotganini men haligacha tushunmadim. Men bu yerda tushunganim, bu yer eng tubi. Insonlar bu yergacha tushmasligi kerak edi. Lekin biz buni uddaladik. Mana endi esa bu yerdan chiqish yo'lini topishimiz kerak. Bu yerda kimlarni ko'ryapman? Birdan orqamdan tanish ovozni eshitdim. Sizlarni tabriklayman. Sizlar olmos qilich sohibi bo'ldingiz. Endi sen menga tushuntirib ber, qanday qilib bizni oldimizdan g'oyib bo'lding va qanday qilib qo'limizga olmosli qilich tushib qoldi. Ha, aytgancha, Nayzangul bu to'xta bu Nayzangul. Mana endi bizda ham olmosli qilich bor. Mana endi meni savollarimga javob ber, to'xta. Bu yer o'zi qanday joy? Mana bu binolar nima uchun qurilgan? Bu yerdan chiqish yo'li bormi yoki yo'qmi? Ming bor uzr, menda javobsiz qolib ketgan savollar bor. Ha, bu yerda binolar juda ham ko'p tan olaman. Sizlarga keladigan bo'lsak, o'zingizni xotirjam his qilavering. Bu yerni aynalib ko'zdan kechirib chiqavering. Biz hali yana ko'rishamiz. Boshqa darajaga borganimda bu yerni 5-daraja eng yomon daraja deb aytgan edi.
Lekin bu yerda o'zingni xotirjam his qilaver degan gapi menga yoqdi. Xo'sh, to'xtani gapini eshitdingmi? Mana endi sayr qilib kelamizmi? Chunki boshqa sivilizatsiyada bunday imkoniyat yo'q edi. Lekin bu yerdagi o'z maqsadimni unutmasligim kerak. Men o'z do'stlarimni bu yerdan chiqarib olishim kerak. Sen xohlaganingdek Evboni o'zi bilan olib keldi. U bizni kimligimizni biladimi? Bilmasamchi, albatta biladi. Menimcha u bu yerga kelishi uchun puxta tayyorgarlik ko'rgan. O'yinni boshidan beri ular birga yurishibdi. Butun hayoti davomida desam ham bo'ladi. Axir u bizni bilmaydi. Agar biz hozir ishga kirishadigan bo'lsak, Evbo bizga qarshi chiqadi. Biz bu yerda tayyorgarlik qilishimiz ham kerak emas. Ozgina sabr qilamiz, hammasining o'z vaqti bor. Biz ozgina vaqtdan yutdik, chunki u Farmor qayerdaligini bilmaydi ham. Ha, to'g'ri. U bir nimaga amin bo'lmasa, hozircha hech nima qila olmaydi. Farmon uning uchun do'st. Hozircha biz bu yerni ko'zdan kechiramiz. Men mana bu qizni oldindan kim ekanligini bilgan edim. Lekin men bilganimni buni o'zi ham bilmaydi.